Mana asallarimizni quyish jarayoni boshlandi. Hop, hozircha Andijonga dastavkalar ketyapti. Bu qanaqa asallarimiz aka bu? Solgan asallaringiz? Bu asal tog'da kiygi o'tin asali, chibris asali deyiladi. Bu yoshi katta onaxon, otaxonlarga nihoyatda lecheniya asal, yurakni baquvvat qiladi, davlinalarni normallashtiradi, qonni ko'paytiradi, asabni tinchlantiradi. Nihoyatda eng lecheniya kiygi o'tini asali. Rangini ko'ringlar. Rangi yo'q ekan asalimiz. Hop, bu asallar qanaqa asallar endi? Bu asal 2 yilga oshgan asal, Baxmal tog'ining asali. Ko'proq sharfiy gullaridan olgan. Bu oshqozon kasalliklariga yaxshi. Buni asalimiz qora sedanani gulidan olingan, bahorda olingan asal. Bu noyob kamroq defensiv asal hisoblanadi. Bu Ibn Sino kitobimiz qisqacha aytib o'tganda qora sedana o'limdan boshqa hamma narsaga dori deyilgan. O'shani gulidan olingan asal. Guli ham, videolari ham bor. Ijtimoiy tarmoqlarga joylab qo'yamiz. Bu asallaringiz qanaqa asal ekan? Bu asalimiz paxta yantog'da asali. Shamollash, oshqozon kasalliklariga nihoyatda lecheniya. Bu 35-40 gradusda o'zidan shira chiqaradi. Odamga allergiya qo'zg'atmaydi, issiqli asal hisoblanadi. Shamollashlarga nihoyatda zo'r, haqiqiy quyoshda ultrabinafsha nuriga to'yingan bo'lib, tabiatimizdan olingan eng zo'r lecheniya asal hisoblanadi. Bu asallarimiz-chi bunisi? Yonida asalimiz, u ham yili oshgan asalimiz hisoblanadi. Tog'da rayhoni, har xil gullardan olingan asal. Hozir yonidagilarni ham tushuntirib o'tib ketamiz. Yonida buni asalimiz rastarovka asali, jigarni tozalaydi, jigarga nihoyatda foydasi yaxshi. Bu tog'larda, bog'larda o'sadigan o'simlik. Mana asalimiz mayskiy asal hisoblanadi. Bu asalimiz nihoyatda zo'r, immunitetni ko'targani, vitaminli asal, uriy guliniki, yuraklarni ham baquvvat qiladi. Rosa ko'pchilik so'raydi mayskiy asal deb. Mana shu mayskiy asal hisoblanadi. Mayskiy asal. Bu asal esa aka? Bu asalimiz Qirg'iziston Respublikasidan kelgan tog'da asali, svitoshniy har xil gullarning asali. Hop, mana hozir hammasi tortilib dastavkaga tayyorlanyapti. Xudo xolasa Andijon bo'ylab, Farg'ona bo'ylab dastavkalarimiz bor. Agar ko'proq olmoqchi bo'lganlar bo'ylab butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Asallar mana asallarimiz shu o'zimizni hammasi tabiiy mahsulotlardan keltirilgan hammasi. Mana bu asalli romka bo'ladi. Bu eng shifobaxsh zo'r narsa bo'ladi. Mana shuni ichida turgan asal xususiyatini umuman yo'qotmaydi. Mana shu rangi mumda ichida saqlangan asal, yog'och idishlarda saqlangan asallarda xususiyati yo'qolmaydi. Buni tarkibida o'zida momi ham bor, propolis ham bor. Propolis eng kuchli antibiotik bo'ladi. Mulklarga, oshqozonlarga nihoyatda yaxshi. Bu hozir butunicha turibdi. Inshaalloh uni kesib, upakovka qilib, konteyner idishlarga joylab, dastavkasini ham qilib beraveramiz. Bunaqa romkalarimizdan ham bor. Buni tarkibida asal, tog', paxta, yantoq, universal har xil asal. Tog'dan tushib, doimiy yig'ilib, shu ko'za mahallida olib chiqarilgan.